Üçüncü mavzu hayotni hujayralar shakllanadi. Hozirda odamlar tiriklik dunyosini shartli ravishda ikkita dunyoga bo'lishyapti. Birinchisi hayotning hujayraviy shakllari, keyingisi hujayrasiz shakllari. Hujayrasiz shakllariga viruslar kiradi. Hujayraviy shakllar ikkita katta dunyoga bo'linadi. Birinchisi eukariotlar, keyingisi prokaryotlarga bo'linadi. Xo'p, eukariotlar, haqiqiy degani karyo yadro, ya'ni yadroli organizmlar, prokaryotlar yadrosiz organizmlar hisoblanadi. Viruslar hayotning hujayrasiz shakllari. Biz bugun shu asosan viruslar haqida gaplashamiz. Viruslarni birinchi bo'lib 1892-yilda Ivanovskiy degan olim tamaki o'simligida tamaki mozaikasi kasalligini qo'zg'atuvchisini bakteriyali filtrdan o'tib ketishini aniqlagan. Ya'ni o'sha kasallik yuqqan o'simlikni suyuqlik ko'rinishiga tegizib turib, bakteriyali filtrdan o'tkazib turib, yana qaytadan u suyuqlikni o'simliklarga berganda yana kasallik paydo bo'ladi. Va o'shanda 1892-yilda Ivanovskiy buni bakteriya kasalligi emasligini, nimaligini bilgan. Bakteriya emas, lekin nimadir? Chunki u paytda hali virus degan atama, tushuncha paydo bo'lmagan. Va undan keyin 1892-yildan keyin Lefler bilan Froshlar uy hayvonlarida oqsil kasalligini qo'zg'atuvchisi ham bakteriyali filtrdan o'tib ketishini aniqlagan. Va 1917-yilga kelib Dr. degan olim 1917-yilda keyin bakteriyafag virusini kashf etgan. Ya'ni bakteriyalarda parazitlik qiluvchi bakteriyafag virusini kashf etgan va o'shandan keyin virusologiya sohasiga yo'l ochilgan va virusologiya degan fan ham paydo bo'lgan o'shandan keyin. Xo'p, hozirda endi viruslar havoda irsiy axboroti uchib yuradi. DNKsi yoki RNKsi bo'ladi. Undan tashqari oqsil qobiqli kapsid, ya'ni qobig'i bo'ladi. Deylik, mana qobiq ichida RNK yoki DNK bo'ladi. DNKli viruslarga masalan adenovirus, bakteriyafag viruslar misol qilish mumkin. RNKli viruslarga o'sha qizami, qizilcha, ensefalit kabi viruslarni misol qilib ko'rsatishimiz mumkin. Viruslarning hujayraga kirishi qanaqa usulda kiradi? Viruslar hujayraga tanlab kiradi. Ya'ni tanlab kirish usuli orqali kiradi. Xo'p, qanday bo'ladi bu jarayon? Bu jarayon hujayra qobig'i va virusning hujayrasi qobig'i o'rtasida mana bu joyda oqsil retseptor bog'lanish bo'ladi. Oqsil retseptor bog'lanish bo'ladi va bog'langandan keyin hujayraning ichiga virus DNKsi kiradi va atrofiga qobiq sintezlab olib vakuolaga aylanib oladi va bu vakuola qolgan vakuolalar yoki boshqa yadrolar bilan qo'shilib endi hujayralarga tarqalishni boshlaydi. Bu oqsil retseptor bog'lanish asosan shu hayvon hujayralarida amalga oshadi. Endi bakteriyafag hujayrasida bu oqsil retseptor bog'lanish paydo bo'lmaydi. Bakteriyafag mana deylik, bakteriya hujayrasi, mana bu bakteriyafag virusi. Buni oqsil qobig'i, buni bakteriyaning hujayrasini qobig'i bilan oqsil retseptor bog'lanish hosil qilolmaydi, chunki nisbatan hayvon hujayrasiga nisbatan qalinligini hisobiga bakteriya hujayra qobig'i. Endi bu nima qiladi? Bu ichki tayoqchasi yordamida, ya'ni bo'yinchasi yordamida ichidagi DNKsini itarib kirgizadi bakteriya hujayrasiga. Bu ichki tayoqchasi yordamida itarib, buni DNKsini bakteriya sitoplazmasiga kiritgandan keyin o'ziga bitta boshqa hujayra qobig'i, ya'ni kapsid sintezlab oladi va sekin hujayra bakteriyaning ichida ko'payishni boshlaydi. Va endi kirishi shu usulda, endi chiqishi ikki xil usulda chiqadi. Birinchisi kurtaklanib chiqadi, ikkinchisi portlab chiqadi. Virus hujayrasi tirik
Mikroorganizm hujayrasiga kirgandan keyin ichida o'sha faoliyatini boshlab, ko'payishni boshlaydi va sig'may qolgandan keyin hujayraning ichiga yoki kurtaklanib chiqadi yoki portlab chiqadi. Kurtaklanib chiqqanda avvalgi hujayraga unchalik zarar yetmaydi, hayotchanligi saqlab qolinadi va kurtaklanib chiqib boshqa hujayraga yuqib, shunaqa bo'lib hujayralarga tarqalaveradi. Portlab chiqishda bo'lsa, ichiga sig'may qolgandan keyin hujayraning ichida portlaydi, portlagandan keyin hujayra nobud bo'ladi va sitoplazmadan qolgan hujayralarga tarqalishni boshlaydi virus. Va shunaqa bo'lib hujayralarimizga tarqaladi va tarqalgandan keyin juda ko'plab hujayralarni egallashni boshlagandan keyin endi bizda kasallik belgilari paydo bo'lishni boshlaydi. Va yuqumlilik xususiyati paydo bo'ladi shunaqa bo'lib. Xo'p, bu virus hujayraga kirishi va chiqishi haqidagi jarayonlarni endi viruslar qanday kelib chiqadi? Viruslar avtonom genetik tuzilma bo'lib, o'sha bakteriyafagilar, viruslar hayvonot hujayraviy shakllari bilan birgalikda paydo bo'lgan deyiladi. Hozirda viruslardan genetik injeneriyada juda ko'p foydalaniladi. Genetik injeneriyani keyingi sinflarda, 10-sinfda tanishamiz asosan. Hozircha shu 3-mavzu bo'yicha.